Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz Asia Plast kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan truba va fittinglar haqida gaplashamiz. Maxsus xodim tashrif buyurgan mutaxassis, ya'ni santexnik ukamiz Abdulloh Xursandman. Xo'p, necha yildan beri shu ish bilan shug'ullanasiz, santexniklik bilan? 7 yil bo'ldi. 7 yildan beri. Juda ko'p obyektlarda, juda ko'p korxona tashkilotlarda, xususiy xonadonlarda Asia Plast mahsulotlarini o'rnatgansiz. O'rnatganmiz. Xo'p, sifati haqida gapiring, mana qanaqadir kamchiliklari bo'lsa gapiring. Xo'p, Asia Plast o'zimizning milliy mahsulotidan. Milliy brend. Milliy brend, eng yaxshi brendlardan. Shu uyimizni ham 100% hamma yog'i Asia Plast 100%. Hammom, tualet, kotelniy, kanalizatsiya trubalari, teplый pol kollektorlar, batareyalar hammasi 100% Asia Plastdan bo'lgan. Qarang, mana hozirgi kunda brendlar ham ko'p, masalan, hozirgi kunda men xabarim bor, aynan rahbariyat mana shu Asia Plast mahsulotini ko'proq sifatiga e'tibor berish niyatida o'sha Koreyadan keltirilgan granuladan foydalanishayotgan ekanda, juda sifatli. Shu haqida nima deysiz? Oldingi Asia Plast bilan masalan hozirgi mana 2025-yil, 2024-yil O'zbekiston bozorida konkurensiya raqobat kuchli. Hamma anaqa o'zini ustida ishlamasa bo'lmayapti. Sifat pasayib ketyapti, chunki sifat uchun kurash bo'lmasa bo'lmaydi. Kurashmasa anaqa yo'qotib qo'yadi. Qarang, masalan, bizning O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mana shu mahsulotlar, shu chet ellik, shu Turkiyani, Germaniyani brendlari bemalol nima deydi? Bellasha oladimi demoqchiman. Qilinadigan ishi bitta. Baribir bitta vazifa. Sifatga e'tibor berilsa, hammasi sifat deganingizda qarang, masalan, turba sirib ketishi mumkinmi yoki yorilishi mumkinmi? Yorilib ketishi mumkin vaqtida. Qanaqa suvni ko'tara olmaydi, davleniyani ko'tara olmasdan. Davleniyada vaqt o'tgan sari trubalar qotishni boshlaydi. Yaxshi sifatsiz bo'lmasa qotib yoriladi. Ha, qotib qoladi, yoriladi. Mana shu xonadonga nechta o'rnatilganligi, kotelniy deydimi, nima deydi? Sizlar tilingizda. Xo'p, bu yerda 3 ta kachol qo'yganmiz. Osma atmosferniy kachol qo'yilgan. Necha kvadratga mo'ljallangan? Hozir bu obyektimiz 600 kvadrat. 600 kvadratda bemalol shu Asia Plast mahsulotlari bilan isitamiz. Bundan tashqari hammom tualetlar bor. Hammom tualetlar bor. Quvurlar bor, kanalizatsionniy shu trubalar bor. Teplый pol kollektorlar bor, batareyalar bor. Hammasi 100% shu Asia Plast mahsulotini, milliy o'zimizning brend, obyekt egalari o'zlari tanlashgan. Narxi jihatdan ham ancha o'zligiga ma'qul keldi. Asia Plast. Endi hozirgi kunda masalan ko'pchilik uy quradiganlar bor, masalan 2 sotuga, 3 sotuga mo'ljallab orzu havas bilan bemalol Asia Plastga tashrif buyursa, shu imorat uchun hamma truba fitting bor. Bor. Muammo yo'q. O'sha kanalizatsioniy deydimi, katta truba deydimi, kanalizatsiya uchun alohida, oshxona uchun alohida, hammom tualet uchun issiq suv, sovuq suv. Asia Plast faqat truba quvurlari, fittinglari bilan chegaralanmagan. Dekomatik plastlar, dekor plastlar bor. Tom uchun anaqalari ham bor. Dekomatik plastlarning anaqasi ham ko'p, xillari ko'p ularda. Yaxshi. Demaklar, bemalol maslahat beramiz, tavsiya qilamiz Asia Plast orqali. Yangi imoratni boshlagan bo'lsangiz, kelasizlar, Asia Plastga murojaat qilasizlar. Siz uchun juda ham ko'p mahsulotlar aynan Asia Plastda bor.